Hammaga salom, men ismim Fotima va bugun sizlar bilan yoz fasli uchun 100 ta ideya ko'rib yozib chiqamiz. Uyda o'tirib zerikmasliginglar uchun sizlarga zo'r ideyalar tuzib qo'ydim. Men shunaqa karton olib oldim. Hozir kartonga yozib chiqamiz. Sig'ganicha yozamiz, qolganini og'zaki sizlarga aytaman yoki yozib qo'yaman описаниеga. Qani bo'lmasam boshladik. Menimcha bu hammaga qiziq bo'ladi, chunki yoz faslini hamma kutadi. Menga kerak bo'ladi ruchka oldim. Вообще meni o'chirgichli ruchkam bo'lardi, hozir topolmadim. Xato qilganimda bittada ketidan o'chirib ketardim. Hozir endi xato qilish mumkin emas. Demak, lineykada birinchi chizib olishimiz kerak. Lekin meni lineykam qani? Bu yerda topolmayapman. Shu uchun biz hozir ko'ramiz. Tak. Buni ochishim kerak. O'zi ochmasdan chizib ko'ramiz. Yoki chizmaymizmi? Nima deb o'ylaysiz? Kelinglar chizamiz, akkuratliroq chiqadi. Hech chizgim kelmayapti. Birga paytlar hamma telefon bilan birga bo'lib qolgan, shu uchun telefondan ozgina chalg'ishimiz uchun ideyalar sizlarga ko'rib chiqdim. Bu ideyalar faqatgina kichkina qizlar emas, balki katta qizlar yoki o'g'il bolalarga ham ba'zi joylari to'g'ri, masalan, akalarga, ukalarga shu ideyalarni bersanglar bo'ladi. Bu yoqlariga nakleyka yopishtirmoqchiman yoki rasmlar chizmoqchiman, uni ham ko'ramiz. Vaqtimiz yetganicha. Albatta qiziqroq bo'lishi uchun chiroyli qilib yasatib chiqishimiz kerak. Hozir birga barcha konstovarlarni ishlatayotganimizdan videodagina Pincolor, ya'ni bizning onlayn magazinimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Hamma yaxshi ko'rgan pushtirangdan foydalanamiz. Demak, yoz fasli. Demak, oldiga endi har xil yana narsalar chizsanglar bo'ladi. Masalan, yoz fasliga mos qilib, masalan, barglar yoki boshqa narsalar, nakleykalar. Men faqatgina nakleyka emas, chunki har doim ham hammada nakleykalar bo'lmaydi. Shu uchun ozgina o'zim yozib chizgim keldi sizlarga ideya berish uchun. Bilaman, mendan ham chiroyli chizib yozadiganlar bor. Oramizda rassomlar ham, dizayner shunga o'xshaganlar bo'lsa kerak. Shu uchun o'zingizlarni ideyalarga qaraysizlar. Men sizlarga prosta ozgina ilhomlantirish uchun motivatsiya beryapman. Bu nakleykani ham albatta Pincolordan xarid qilsanglar bo'ladi. Hozir endi birga gullarni yopishtirib chiqamiz. Uncha juda ham chiroyli chiqyapti. Endi oldilariga yasatamiz. Yozuvim videoda unchalik ko'rinmayapti, lekin o'zi hayotda chiroyli chiqdi. Demak, birinchi ideya. Hozir boshlaymiz. Men o'zimga qulay ruchka topib olishim kerak. Menimcha paka shu yerda yozsam kerak. Birinchisi, albatta birinchi bo'lib yangi hobbi. Masalan, yangi hobbiga tikish yoki to'qish, har xil narsalar kirishi mumkin. Shunga mana sizlarga yangi hobbi deb yozamiz. Yangi hobbi. Ikkinchisi,
Bu masalan sport bilan shug'ullanish, masalan sport zaliga borsanglar bo'ladi, faqatgina ayollar uchun joyi bor, yoki o'zinglar uyda ham shug'ullansanglar bo'ladi. Men vaqtim ko'p bo'lmay qoladi, shu uchun YouTubedan video qo'yib uyda shug'ullanaman. Masalan o'zi ozg'in bo'lsanglar ham faqatgina ozish uchun emas, keyinchalik doim sog'lom bo'lib yurishinglarga bu juda ham katta foyda beradi. Shu uchun har kun ertalab yoki o'zinglarning vaqtinglarga albatta qarab, lekin желательно ertalab sport bilan обязательно shug'ullanishingiz kerak. Bu masalan yoz faslida o'zinglarni yangidan yaratish. Uchinchisi bu masalan xonanglarni o'zgartirish, dekoratsiya qilish. Masalan o'zinglarni narsanglar, bloknotinglar, ruchkanglar bo'lmasa, u haqida Instagramda video ko'rsanglar bo'ladi. O'z qo'li bilan bloknot yasash, ruchka yasash hammasi bor. Chiroyli qilib xonanglarni rasmlar chiqartirib yoki devoringlarga qanaqadir chiroyli bantiklar qilib xonanglarni o'zinglar yengitdan o'zgartirsanglar bo'ladi. Xonamizni o'zgartiramiz, ya'ni o'z qo'linglar bilan har xil rasmni chiqarib настроениyalarni albatta kerak emas kiyimlardan ajratamiz. Masalan ko'pimiz bu masalan уборкаga ham kiradi va kiyimlardan ozgina ko'pini ajratsak o'zimizni yengil his qilamiz. Shu uchun albatta уборкаga ham vaqt ajratishimiz kerak. Kerak emas kiyimlarimizni ajratamiz deymiz. Voymi kiyimlarimizni kengisi albatta yangi hobbi to'g'risida aytdik. Ko'proq suv ichishni odat qilamiz. O'zingizlarga masalan bloknot tutinglar, belgilab boringlar, har doim suv ichish kerak. Ayniqsa ertalab hech nima yemasdan oldin suv ichish shart. Hammamiz aytamiz, lekin esimizdan chiqib qoladi. Shu uchun albatta doim suv ichib yurish. Buni как tracker qilib o'zingizlarga yozib yuringlar. Suv ichib boshlaydi. 6-si endi bu ideya emas, sizlar uchun ozgina sog'lom turmush tarzi uchun sizlarga yordam beraman. Hozir yana ideyalar ko'ramiz. Masalan, yangi kitob boshlash, kitob o'qishni ba'zi qizlar yoqtirishmaydi. O'zingizlarga oson internetda masalan oson yengil kitoblarni qarasanglar chiqadi. Yangi kitob boshlash yoki mana kitob doim o'qiydiganlar bo'lsa, yangi yo'nalishga kitob o'qishga o'tish, masalan boshqacha yo'nalishlarda yangi kitob o'qish, albatta foydali narsalar bilan shug'ullanishingiz kerak. Yangi kitob o'qish va albatta sayohat qilish. Masalan chet el davlatlarga bormasanglar ham, masalan Samarqand, Buxoro yoki o'zingizlar shu atrofda yashasanglar Toshkentga kelsanglar bo'ladi. Shu uchun albatta oilaviy yoki yaqin insonlar bilan sayohat qilsanglar bu juda ham zo'r. Sakkizinchisi masalan bu menga yangi hobbiga aylanmoqchi. Yangi gul tuvakda gul ekish yoki gul ekmasanglar ham yangi gul olish va u gulni parvarish qilish juda ham yoqadi. Aynan o'zingizlarning xonangizlarga bu narsani qo'ysanglar, shu uchun buketda emas, aynan tuvakda yangi gul olish va shu gulga qarash. Gul olish. Bu ham bir hobbi turiga ham kiradi. Meni buvijonim juda ham gullarni yaxshi ko'radilar. Shu uchun gul olsam, ularga olib borib beraman. Kattaroq qilib bering deb. Hozir ham bitta gulim uladi. Kalanxo'y degan gulim. Shu uchun sizlarga ham tavsiya beraman gul olib ekish. Demak, keyingisi bu rasm chizish yoki bo'yash. Masalan, bu narsa hammaga yoqadi, yoqtirmaydigan inson bo'lmasa kerak. Raskraska bo'yash deyman. Nimaga? Chunki bu ancha insonni tinchlantiradi va o'zgartiradi. Masalan, sabrli qilishga o'rgatadi raskraska bo'yash. O'shaning uchun raskraskalar olib raskraska bo'yash. Bu faqatgina bolalar yoki tengdoshlar uchun emas, balki kattalarga ham foyda. O'shaning uchun kattalarga ham raskraskalar aynan bizning magazinimiz Pincolordan xarid qilsanglar bo'ladi.
Keyingisi masalan yangi taomlar pishirish, masalan taom pishirish yoqtirmaydiganlar ham o'zinglar uchun masalan YouTube'da yoki boshqa joylarda ko'rsanglar bo'ladi. Hozir masalan har xil mevaga shokoladlar qilsanglar bo'ladi. Masalan banan ustiga shokoladlar qilsanglar bo'ladi. Shu uchun mazali taomlar pishirishni o'rganish oson o'zinglar uchun. Agar oson biladiganlar qiyin. Mazali taomlar. Birinchisi sog'lom ovqatlanishga o'tish, ya'ni shirinliklarni albatta yeyish kerak. Men o'zim ham shokoladlarni yaxshi ko'raman, lekin me'yorida ko'proq sog'lom. Masalan, hozir yoz faslida ko'katli mevalar juda ham ko'p bo'lgan, shuning uchun o'zingizlarning organizminglarni yoz faslida tozalash uchun ham aynan sog'lom ovqatlanishga o'tishimiz kerak. Sog'lom ovqatlanamiz. Keyingisi bu shaxsiy kundalik tutish. Bu juda ham kerak. Masalan, har kungi planlarni yoki haftalik planlarni yozib borsanglar, o'zingizlarga juda ham foyda bo'ladi va har xil narsalarni o'zingizlarda bo'lgan shaxsiy, masalan, rivojlanish hamma narsalarni aynan bloknotga yozib yursanglar, tezroq amalga oshishga yordam beradi. Ya'ni har bir o'qiganingizda sizlarga motivatsiya beradi. Kundalik tutish deyman. Va har kuni keyingisi bu meni eng yaxshi ko'rganim bitta dona bo'lsa ham yaxshilik qilish. Bu masalan yaqin insoningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytish yoki masalan oyingizlarning xonalarini uborka qilib berish, oyingizlarga masalan oyingizlarni massaj qilib qo'yish yoki pulingiz masalan ko'proq bo'lsa sovg'alar olish. Ko'proq kichkina qizlar ko'rishadi, shuning uchun pul to'g'risida unchalik video qilmayman, chunki hammada ham sharoiti har xil. Shuning uchun har kuni bir marta kichkina yaxshilik qilish deyman. Yaxshilik qilish 100 tasi sig'mas ekan, shuning uchun qolgan 100 ta dedim videoda, qolganlarini men Telegram kanaliga yana yuborib qo'yaman. Nechta chiqsa qolganini Telegram kanalida bo'ladi va og'iz aka ham aytib ketaman sizlarga. Keyingisi har kuni YouTube'da motivatsion so'z videolar, podkastlar ko'rish bu juda ham foydali. Masalan, agar kitob o'qish kam o'qisanglar, kitob o'qiy olmasanglar, albatta podkast, foydali podkastlar ko'ringlar o'sish uchun. Podkast ko'rish. Keyingisi vaqtli uxlashga odatlanish. Bu juda ham foydali, juda ham kerakli. Hammamiz telefonga kirib ketamiz, lekin vaqtli uxlab, vaqtli uyg'onsanglar boshida ozgina qiyin bo'ladi, lekin bir hafta, 2 haftadan keyin o'zingizlarni yengil his qilasizlar va kuninglar ham foydali va barakali o'tadi. Vaqtli uyg'onish va uxlash. Vaqtli uxlash deyman. Uyg'onish. Ruchqam yaxshi yozmayapti. Boshqa ruchqa olinishga eringanman. Uyg'onish. Va 16-si. Keyingisi 16-si men buni yangi til o'rganish deb yozdim. Ko'rinishidan oddiy eshitilishi mumkin, lekin juda ham qiziqarli. Tasavvur qiling, masalan, angliyskini bilsangiz, xitoy tili yoki fransuz tili, qaysi shaharga borishni istasangiz, qaysi shaharni orzu qilsangiz, aynan shu tilni bir kunda masalan 2 ta dona so'z, bitta so'z ham yodlasangiz ham 3 oyda o'zi juda ham ko'p so'z yodlagan bo'lasiz. Til o'rgansangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham ko'proq ortadi va qaysi shaharga bormoqchi bo'lsangiz, til o'rgansangiz, yana ham sizga motivatsiya bo'ladi. Keyingisi bu velosiped uchish yoki samokat, masalan, o'rtoqlaringiz bilan yoki yaqin insonlaringiz bilan botanika bog'i yoki qaysidir bog'larga borib maza qilib, ertalab
obedda emas, ertalab yoki kech payt uchsangiz maza qilasiz. Menimcha bunaqa paytlar yoz paytlarida juda ham zo'r bo'ladi. Videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Barcha konstovarlarni, ya'ni ko'rib turganingizni Pincolor bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Telegram yoki Instagramga murojaat qilishingiz mumkin. 100 taga yaqin ideyalarni esa Telegram kanalimizga yuborib qo'yaman. Bizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.